Moturidi hazratlari biror o'rinda o'zlarining shaxsiyatlari haqida to'xtalmaganlar. Men palon joyda tug'ilganman, palonchi otam palondaqa bo'lgan, qo'shnimiz palondaqa degan ma'lumotlarni keltirmaganlar. O'zlarini hokisor tutganlar deb qabul qilamiz buni. Moturidi hazratlari qarang, shuncha olim bo'lishlariga qaramasdan butun dunyo aqida borasida u kishiga nima deydi, marji qaytadigan shaxs. Yana bir narsani kuzatishimiz mumkinki, u kishi faqat dunyolarini o'ylab emas, balkim oxirat uchun xizmat qilganliklari va Qur'on va sunnatni tiriltirish uchun, ahli sunna val jamoaning e'tiqodini yanada qayta jonlantirish uchun xizmat qilganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Alohida ta'kidlab o'tib ketish kerakki, biror bir mazhab boshi, mana 4 ta mazhab ahli sunna val jamoada e'tirof etilgan Hanafiylik, Shofiylik, Molikiylik va Hanbaliylik. O'sha bilan birgalikda aqidadagi 2 ta'limot asoschilari, Moturudiylik va Ash'ariylik ta'limotlari asoschilari, birortalari faoliyatlarini men kelajakda mazhab boshi bo'laman, men shu mazhabni asoschisi bo'laman deb faoliyat olib bormagan. Hatto Moturudiylik ta'limoti degan so'z Imom Moturidi davrida bu termin bo'lmagan. Bularda faqat dinga xizmat qilish, ahli sunna va jamoaning sof e'tiqodini saqlash uchun xizmat qilganlar bu kishi.